Assalomu alaykum. 2026-yil 9-aprel sanasida Sariosiyo tumani Agrobank ATB hamkorligida bir kontor bir mahsulot tamoyili asosida Sariosiyo tumani hamkorlik mahallasi 239-240 kontordamiz. Ushbu kontor maydoni 24 gektarni tashkil etadi. Kontorda dehqon xo'jaliklari soni 30 nafarni tashkil etiladi. Ushbu kontorda hozirda piyoz ekini ekilgan bo'lib, ushbu piyoz ekini parvarishlash jarayoni davom etmoqda. Ushbu yerda unumli foydalanish ko'zda tutilgan va o'sha barcha yer egalari va agregator hamkorligida shartnoma tuzilgan. Hozirda piyoz ekinini yaxshi parvarishlanib, har bir ijarachi yuqori daromad olishi ko'zda tutilyapti va keyingi bu piyoz ekini pishib yetilgandan so'ng keyingi ikkinchi ekinga ham yaxshi serdaromad ekin ekish rejalashtirilib kelinmoqda.